Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Bugun men sizlarga mutlaqo tekinga, bepulga Google'ning Notebook LM sun'iy intellekt orqali taqdimot prezentatsiyalar tayyorlash sirini o'rgataman. Buning uchun biz Google'ning qidiruv tizimi orqali Notebook LM deb yozamiz. Mana birinchi chiqqan o'sha Notebook LM anaqasiga kirib olamiz, silkasiga. Mana bu yerda birinchi o'sha o'zingizni Gmail pochtangiz orqali ro'yxatdan o'tib olish kerak bo'ladi. Men oldin ro'yxatdan o'tganligim tufayli mendan so'ramayapti. Bu joydan mana hozir men sizlarga o'zbek tilidagi o'zbek tilini o'zbek tiliga o'zgartirib, mana notebook elimni sinab ko'ring. Qora nima bilan chiqadi? Shu tugmasini bosamiz. Va mana shunaqa ko'rinishda bo'ladi paneli. Bu joydan mana sazdat, ya'ni o'sha yaratish knopkasini bosamiz o'ng tomondan chiqayotgan. Mana shu asosiy o'sha taqdimot mavzusini kiritish joyi hisoblanadi. Bu joyiga biz misol uchun mana O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida menga taqdimot tayyorlab bering degan mana anaqani kiritdik, so'rovni kiritamiz. Agarda sizda mabodo tayyor material bo'ladigan bo'lsa, kompyuteringizdami yoki fleshkadami, mana shu joyidan загрузить faylni yuklab olib, o'shani o'zidan tayyorlasangiz ham bo'ladi. Agar sizda o'sha manba bo'lmasa, unda o'sha internet orqali mana shu joyga yozib, mana запрос o'sha so'rov tugmasi bosiladi. Mana ko'rayotgan bo'lsangiz chap tomonda mana izlash o'sha saytlardan izlash ishlari ketyapti. Bu mana tugadi. Mana bir nechta ma'lumotlar, mana 7 ta manbadan ma'lumotlar topildi dedi. Mana pastida plus bilan importirovat knopkasi turibdi, o'shani bosamiz va o'sha topgan manbalardagi ma'lumotlarni bu joyga yuklab oladi. Endigi qiladigan ishimiz bu o'sha bizga mavzuni kiritadigan joyimiz. Men bu joyda mana o'sha chiqdi bizga o'sha O'zbekiston faqat ingliz tilida yozilyapti bu yerda. Milliy terma jamoasini rekordlari va istoriyasi o'sha haqida o'sha ma'lumot chiqdi bu joyda. O'ng tomonda mana bu studiya paneli turibdi. O'sha studiya panelida mana audio пересказ deydi. Mana bu yoq prezentatsiya, bu video пересказ. Bir nechta o'sha har xil anaqalar turibdi. O'ziga keraklisini men bu joyga mavzuni yozganingizdan keyin o'sha o'zingizga kerakli audio перескazmi, video перескazmi yoki tekstmi yoki infografikami qanaqadir mahsulot sotish bo'yicha, o'sha bo'yicha yoki taqdimotmi, o'shani bossangiz, mana shu joyda o'sha generatsiya jarayoni ketadi va 10 minut, balki 15 minut, 20 minutgacha cho'zilishi mumkin. O'sha sizni bergan so'rovingiz bo'yicha taqdimotni mana shu joyda tayyorlab ko'rsatadi. Mana misol uchun boyagi yozgan mavzumiz O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida menga o'zbek tilida va lotin alifbosida taqdimot tayyorlab bering. Mana tayyorlab oldim o'zimga. Bu joyda hozir mana shu generatsiya tugmasini bosaman.
mana bizaga o'sha yozgan so'rovimiz bo'yicha e, ma'lumotlar chiqardi. Endi bu joyda biz prezentatsiya, mana o'ng tomondagi studiya panelidan o'sha mana задайте вопрос или попробуйте создать deyapti mana. Bizni zaprosimiz tayyor bo'ldi. Endi mana prezentatsiya bo'limiga o'tib, mana prezentatsiyasini bosaman. Prezentatsiya anaqasini bosaman. Manda hozir men kecha ham ancha prezentatsiyalar, o'sha taqdimotlar tayyorlaganligim sababli menda hozircha nima bor ekan? Limitga chegara qo'yilibdi. O'sha chegara olib tashalgandan keyin menda shu so'rovim bo'yicha o'sha taqdimot generatsiyasini bizga qilib beradi. Hozircha sizlarga aytmoqchi bo'lgan ma'lumotlarim shu edi. Mana shu generatsiyani prezentatsiyani bosganingizdan keyin mana shu pastki qismida mana shu joyda sizni o'sha prezentatsiyangiz 10 minut 20 minut orasida tayyor bo'ladi. Shuniga tayyor bo'lganingizdan keyin kirib o'shani PDF shaklida yoki o'sha taqdimot shaklida, taqdimot formatida, PPT formatida o'zingizga xotiraga saqlab olsangiz bo'ladi va bemalol o'shandan foydalansangiz bo'ladi.